Assalomu alaykum akalar. 12 mashinasi olib qolganmiz. 4 ta shumkaga. Bu ishlari bo'ldi, xudo xolasa. Xudo xolasa eshigimiz 3 sloydan bo'lyapti. Bu ishimiz afshiyasi yopilgani yo'q hali. İçlari birinchi sloyi, bu ikkinchi sloyi. Tepalarigacha bo'ladi, xudo xolasa 100%. Qolib ketgan joyi bo'lmaydi. Mashinada ancha shum kamayadi. Taqir tuqurlari yo'qoladi. Kimga shunaqa shumka xizmatlari kerak bo'lsa, bemalol kelaverasizlar, aloqaga chiqaverasizlar. Chiroyli qilib 100% shumkagacha olib qolaveramiz. Bu 12simizda yana bitta bo'layotgan muammo lyukda bo'lyapti. Mana bu salonning ichidagi zashtasi, lyukning zashtasi oxirigacha qaytmayapti. Shuni hisobiga lyuk oxirigacha yopilmayapti. Bilsanglar, mana bu narsa qaytish kerak. Lyukning orqasiga tiralib qolyapti bu narsa. Lyuk oxirigacha yopilmayapti. Shuni hisobiga shu joyda to'xtadi. Xudo xolasa bu muammosini ham hal qilib beramiz. O'shalar lyukni ham xudo xolasa to'g'rilab oldik. Hali oxirigacha yopilmayotgan edi. Bunisi ham ochilmayotgan edi. Xudo xolasa bunisi ham ochilyapti. Endi qiladigan ishimiz bu trekker 12simizda chek yonib qolgan. Chekini o'chirib beramiz, xudo xolasa. Mashinani buzamiz. Chek o'chmayapti. Xudo xolasa buni aybini ham topib, cheklarini o'chirib beramiz. 12simiz bo'ldi, xudo xolasa akalar. Chekimiz o'chmadi. O'chmaganining sababi oldidagi ablisovkasi almashgan ekan. Shu vaqtda temperatura datchik yo ulanmagan, ulangan bo'lsa ham yoki tushib qolgan. Temperatura datchik yo'qligining sababiga chekimiz yonib qolgan. Xudo xolasa hozir egasiga topshiramiz. Kimga shunaqa shumka xizmatlari lyuk ishlamay qolsa, chekingiz yonib qolsa yoki bo'lmasam bitta signal ishlamayotgan ekan, unisini to'g'rilab berdik. Signal qo'yish kerak bo'lsa, ablisovka qo'yish kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa ishlaringizni chiroyli qilib bitirib beramiz akalar.